Kelganimda ahvolim ancha og'ir edi. Ha, bunda rang Chunki oqsoqlanib, og'riq juda ham chidab bo'lmaydigan darajada 1 yil qiynaldim. To'g'risini aytaman, 1 yil ancha qiynaldim. 2-3 joylarda lecheniya oldim, sal yaxshi bo'lardim, yengil bo'lardim. Endi avvalambor bu dard bergan Alloh shifosini ham u beradi. Avvalambor biz duo qilishimiz bilan baravarda uni sababini ham istashimiz kerak, qidirishimiz kerak bo'ladi. Avvalambor Xudo. Lekin sizni reklamangizni eshitib kelib, men sabellikni o'zi eskidan eshitib kelganman. O'zimda majlarim ham bo'lardi. Endi maj qanchalik ta'sir qiladi uni bilmasdim. Uncha ishon qilmasdan yurardim. Keyin kelib sizdan olganimdan keyin hop bir haftadan keyin og'riq kuchayib ketdi. Og'riq kuchayib ketdi. Endi men ko'p bunaqangi tabobotga qiziqib yuraman. Og'riq juda ham kuchaydi, yura olmay qoldim. Qo'rqib ketdim. Keyin yana izlanib, o'sha internetda qidirib nima qilganimdan keyin shunaqa bo'lish kerak ekan o'zi aslida. Bitta qiynaladi, bitta etapdan o'tib olish kerak ekan. Ko'pchilik shunaqa deydi. Ishonsangiz, ertasi kuni umuman ertalab tursam og'riq qolmagan. Maşallah. Shu 7-8 kundan keyingi. Endi u kimgadir qanaqa ta'sir qiladi bilmayman, lekin menga shunaqa ta'sir qildi. O'sha